Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Xalida Isroilning Keşmiş nomli romanini bundan dal bir hafta ilgari boshlagan edik. Aldı bilan bu bir haftadan beri romanni qiziqib anglayotgan anglarmanlarimga rahmat aytaman. Onundan boshqa yana bir ta'kidlaydiganim Xitoy virusi to'xtamay dunyodagi har qaysi davlatlarga tarqalib o'tadi. Bugun kun kelgan vaqtida 183 davlatga tarqalib 800 mingdan ortiq odam yuqumlandi. Xitoy virusi dunyoda 30 mingdan ortiq odamning jiniga zomin bo'ldi. Faqat Italiyada 10 mingdan ortiq odam jinidan ayrildi. Hozir bu kasal faqat 60-65 yoshdan oshqanlarga yoki badani ojizlarga hujum qilmasdan, balki tenini ayti sog'lom yoshlarga, hatto bolalarning jiniga zomin bo'ladiganligi oshkorlandi. Shunga har birimiz diqqat qilaylik, bu ofatdan sog' salomat o'tib ketish uchun tirishaylik. Sirtlarga chiqmang. Cho'qim chiqadigan ish bo'lsa, o'zingizni nayt asrang, nayt ko'p diqqat qiling. Xo'sh, Xalida Isroilning Keşmiş nomli romanini anglashni davomlashtiramiz. O'tgan qitimliq anglashimizda to'g'raqliqlarning yerlarga erishib, ruhi ko'tarangulashib, xo'shal bo'lganligini, Abdukerim Qari hojining qazo qilganligini angladik. Yana Vilaxunning qizi Zeynep bilan To'xtiqari to'y qiladi. Ularning bir jup o'g'li bo'ladi. Xo'sh, diqqatingiz romanning davomida bo'lsin. Birinchi bob. 1956-yili boshbaharda to'g'raqliqda ishlab chiqarish ko'prati qurish to'g'risida toza g'ulg'ul bo'layotgan kunlarda Zeynep yana bo'yda qolganligini sezdi. Bir necha kundan buyon ko'ngli egizpas bo'lib, gelidan g'izo o'tmay mag'dursizlanib yuradi. Atdigandala aktiv ayol Potamxon uni yig'inga chaqirib keldi. Yig'in yezi boshlang'ich maktabining atrofi teraklik bilan qo'rshalgan maydonda ichilgan bo'lib, yig'in sahnasi tarafdagi tomga to'g'raqliq yezisida ko'pratib qurishga tayyorlik qilish yig'ini degan xat chaplangan qizil lozung esilgan edi. Uzun chapalliq, tumoqliq kishilar to'polama yerdala chozi qurib o'tirishadi. Rangarang yog'liqlarni ortishgan ayollar bir chetga yig'ilib, yukinib yoki tizini etaklari bilan yetib o'tirgunicha biri-biri bilan parang'i tushib ketgan edi. Hammasi kichik 3 burjak qog'oz bayroqchilarni ko'tarib olgan edi. Zeynep ayminib minib ayollarning qatoriga berib o'tirishiga Potamxon onun kichik bayroqdan birini berib, shuar to'lganda bayroqni o'ng qo'lida egiz ko'tarib, bax ovozi bilan tavlashni jekiladi. To'rt tarafga qo'yilgan uzun shiraning orqasida harbiycha shiriq chapon, quloqchi kiygan, qoshlari quyuq, o'ttir yoshli bir kishi bilan yoshroq, o'ruq, qonshorliq bir kodir, ko'k chapon, ko'k ishton kiygan xanzu boshliq, uning yanida yosh dug'uloqna bir harbiy yigit o'tirishadi. Ularning yanida o'tirgan Ne'mat oldingi qatorda o'tirgan aktivlardan odamlarning hammasi kelib bo'lmaganligini so'rab bo'lib, unlik ovozda: "Ko'pchilik, diqqat! Majlisimizni hozir boshlaymiz!" dedi. So'rindagi varang-churang, gudung-gudung ovozlar asta-asta pasaydi. Ne'mat sahnada o'tirgan o'tir yoshlik odamni Sa Chuyjang deb, Xanzu odamni Wang Shuji deb tanishtirdi. Dehqonlar yosh kadrning rayonning aloqachisi ekanligini, harbiy yigit Xiaolioning xizmat atritining a'zosi ekanligini biladi. To'g'raqliqda elib berilgan ijara haqqini kamaytirish, yer islohoti, pomishchi, boy dehqonlarni kurash qilish harakatlarining hammasiga degidek Xiaolio boshlamchilik qilgan edi. U Uyg'urcha so'zlashni oz to'la biladi.
So'zlab etib, ba'zi gaplarga og'zi toza kelmasa, dehqonlar paraqlab kulishib ketadi. Ular uni yangi tili chiqqan boladek chuchuk gap qiladi deydi. Boshqa kadrlarning gapiga parvo qilmasimi, Shaolyoning yamadab qilgan gaplarini anglamay qolmaydi. Saybaq rayonluq hukumatning boshlig'i Savut Ömer oldidagi qog'ozlarga pat-pat qarab qo'yib, o'tgan yildan buyon rayonga qarashli har qaysi yezlarda, yeza yoki cho'ngroq kentlarni asos qilgan ishlab chiqarish kooperativlari orqa-orqadan qurilib, yomg'irdan keyingi maysalardek bo'y tortib o'sib yetilishga boshlaganligi. Kooperativga kirgan dehqonlarning kooperativdan naqadar rozi, xushal ekanligi. Yuqori darajalik o'rinlarning bu yil oxiriga qadar Saybaq rayonida kooperatsiyalashish to'liq amalga oshirish vazifasini o'tirg'a qo'yganligini so'zlab kelib, dehqon qarindoshlar, men sizlarga bir xush xabar yetkazaman. To'g'raqliq dehqonlarining kuchli talabiga asosan yuqori rahbarlik to'g'raqliqda bir ishlab chiqarish kooperativi qurishni qaror qildi, dedi. Oldin qatorda o'tirgan yeza aktivlari qizg'in javob chelishib, tantana qilishdi. Rayon boshlig'i so'zini davomlashtirib, kooperativ nomi va kooperativning yuqori qatlam mas'ullarining ismligini biz davomli o'ylashib, rasmiy muzokaradan o'tgandan keyin e'lon qilamiz. Tövanda yo'ldosh Namat To'g'raqliq yezida kooperativ qurishning tayyorlik xizmatlari va dastlabki loyihasini o'tirg'a qo'ydi. Ko'pchilik qarshi olayli, dedi. Namat o'rnidan turib, sukut ichida o'ltirishgan bir yurtliqlarga, bir chetda o'ltirib Vilaxon va o'g'illarga, bir necha boy dehqonga bir qarab chiqdi. Uning cho'nqur ko'zlari xuddi raqiblariga aybi qilib atgandek surlik parqiraydi. Bu ko'zlar Ayshxon baxshi bilan Qurbon baxshining ko'ziga bak o'xshaydi. U oldidagi imtihon tayyorlab bergan dokladga o'qivatgan qiyofatda bir qarab atgandan keyin gelini qirib so'zni boshladi. Boshda yezi rahbarligining ommaning safarbarlikka keltirib, kooperativ qurish yo'lida ishlagan xizmatlarini xeyli ustalik bilan o'tirg'a qo'yib o'tdi. Orqadan To'g'raqliq kooperativi yer tuzilishiga asosan 3 atratga bo'linganligini, har qaysi atratlarning boshliqlari va buxgalterlarining ismini e'lon qildi. Oxirida imtihon har bir atratdagi kooperativ a'zolarining ismi va ularning kooperativga qo'shgan yer, ot-uloq, chorva mal qatorliq ishlab chiqarish mablag'i xotirlangan uzun bir tizimlikni o'qidi. Dehqonlar bu so'zlarni jim o'tirib anglavatsa-mu, chiroyidan andisha, tengsizlik chiqib turadi. Imtihon tizimlikni o'qib bo'lganda u yerdan gudun ovozlar anglashga boshladi. Bu ovozlar borgan sari kuchayib, o'rnidan qopib, nimalarnidir davatgan Namatning ovozini besib ketdi. Kooperatsiyaga qatnashmaslik ixtiyori bo'ldi degan tinglar. Gapinglar rostmi? Rost bo'lsa, men hozir kirmay turay. Qo'shgan yer, ot-uloqlarimni qaytirib beringlar. Bizmi kooperativdan chiqib ketdimiz. Men bu yerimni o'zim terayman. Andishaga tushib qolgan kishilar tushma-tushdan varqirishib o'rinlardan turib ketdi. Sahnada o'tirgan rayon boshlig'i Savut Ömer bilan Shaolyomi o'rinlardan turib, Ko'pchilik, o'ltiringlar. Gap bo'lsa, aldirmay chiroyli qilishayli, dedi. Rayon boshlig'i ovozini ko'tarib, kooperatsiyaga kirmaslik albatta hamma odamning o'z ixtiyoridagi ish, lekin odam ko'p bo'lganda kuch ko'p bo'ladi, aql farosat ko'p bo'ladi. Ba'zilarda yaxshi yer bo'lsa, ba'zilarda yaxshi uloq bo'ladi, yana ba'zi oilalarning amgak kuch qobil bo'ladi. Ular birlashma, ortiq, kam taraflar to'liqlanib, ishlab chiqarish yuksaladi. Hamma odamning turmushi yaxshilanib, kommunizmga yetib berish yo'limiz qisqaraydi emasmi? Yurtdoshlar, kommunizmni qanday quramiz? Albatta, kollektivlashish yo'li orqali quramiz. Kommunizm deganda shaxsiy mulk, shaxsiyatchilik bo'lmaydi. Hamma
Hamma boyliq umumning bo'ladi. Hamma odam xohlagancha yeb ichidi, ishiltidi. Shu maqsadga tezroq yetish uchun partiya kambag'al dehqon, tuvan o'tir dehqonlarni kooperatsiya qurib, kollektivlashish yo'liga menishni chaqirdi. Partiyaning so'zini anglaydigan dehqonlarimiz albatta kooperatsiyalashishdan bosh tortmaydi. Ko'pchilik sizlarga yerni kim bergan? Partiya emasmi? Arqadan Wang Shuji so'z qildi. Onun sözünü Saud Ömer tərcüm qılıb berdi. Onun sözümü Saud Ömer'nikidən köp fərqlənməkdi. Axırda Xiaoliu söz elib Uyğurca sözlüdü. Kambag'al dehqon, tuvan o'tiri dehqon yurtdoshlar, biz uchum sinipi düşmanlar, baypomishchik, buzuq unsurlar, bulun pishqaqda turib, pitni ig'va tarqitib, bizning kooperatsiya qurishimizga janjahli bilan qarshi turibdi. Ko'pchilik biz hushyorligimizni o'stirib, ularning aldam xaltasiga tushib ketmasligimiz, ularning buzg'unchilik harakatlarini pash qilib, ularga qattiq zarba berishimiz lozim. U so'zni tugitib bo'lib, oldiga intilib, o'ng mushtini egiz ko'tarib shuar to'ldi. Dehqonlarmi qo'lidagi kichik bayroqchilarni egiz ko'tarib, uningga agishib to'g'lashdi. Yaşsın Ulug' Jungo Kommunistik Partiyasi, yaşsın proletariat diktaturasi, yo'qolsin pomishchik, boy dehqon, aksiyatchi, buzuq unsurlar. Partiyaga agishib, kooperatsiyalash yo'lida mang'inimiz mang'an. Şuarla ayaqlaşqanda, baya bəs-bəsdə kooperativdən çıxıb ketimiz deganlarning 5 tushib ketdi. Yig'in maydonini bir pas sukut qopladi. Namat Shangjan ovozini qirib unlik tovladi. Amsa, yan bir qitim deb qo'yay. Boshqa so'zlar bormi? Hech kim gap qilmadi. Namat bu so'zni yana bir qitim takrorlaganda oldida o'ltirgan aktivlar fikrimiz yo'q. Kooperatsiyalash yo'lida qat'iy ma'nimiz deb to'g'lashdi. Amsa yig'ini oyoqlashdi. Bundan keyin hamma ish ishlab chiqarish atrat boshliqlarining rahbarligida bo'ladi. Har qanday ish bo'lsa, oldi bilan atrat boshliqlarini izdanglar. Endi atrat boshliqlari bilan buxgalterlar kelib qolganlar tarqalsanglar bo'ladi. Dehqonlar o'rnidan qo'zg'alishga boshladi. Namat Shangjan, to'xtab tursizlar. Mening bir eg'iz fikrim bor. Holliq o'ttiri dehqon Sidiqoxun soqollarini titirtib, bo'g'iq ovozda varqirdi. Men boy pomishchikma emas. Buzuq unsurma emas. Partiyani ikki qo'llab himoya qilaman. Lekin shu yerimni o'zim tersam deyman. Men hozircha kooperativga kirmay turay. Ko'limga Xudo buyursa bir gap bo'lar. Sahnada o'ltirganlarning qapiq tirildi. Saud Chuyjon. Undaq bo'lsa maylamisa, lekin keyin pushmon qilib qolmasak bo'ldi. Ayrılganını iyiq yaptı, bölüngenini bör deganini anlamaganmi? Dedi. Mayli, o'zimning sho'ri, boshqa kelganini ko'rarman. Sidiqoxun shundoq deb, sap-seriq tishlarini ko'rsatib, xir-xir kuldi. Zaynab birinchi atratning boshlig'i Abdug'ani Oxun bilan yig'in maydonida o'ltirib qolgan eri To'xtiqoriga qarab qo'yib, uy tarafga mangdi. U ikki o'g'lini qaynonasiga tashlab qo'yib chiqqan edi. Bolalarini o'ylashi bilanla uning ko'ksi chinqilib, ko'nglining oldi ho'l bo'ldi. Uning cho'ng o'g'li Turdoxun birar yoshga kirmayla o'zligidan amchakdan ayrilib, g'izoga kirishib ketgan edi. Kichikki Rostam boshqacha ishtiholiq chiqdi. Ona sutini to'ymay ematdi. Ancha-muncha g'izoga kirishgan bo'lsa, yanala onasini izlab qirqirab yig'lab turardi.
O tushib qalay deb qolgan yog'liqini o'ngshab, chigit qadamini tezlatdi. Oldi tarafdan urilayotgan shamol ilgarigidek yuzlarini chaqmay illiq bilinatdi. Havoda at yozdili bo'ladigan bir xil mast qilg'uch hid bor edi. Yana 1-2 hafta o'tsila, o'likdan so'zilib yotgan yerlar, o'likdek so'zilib yotgan yerlar, dal-daraxtlar uyg'unib, jonlanib, rang tuzishga boshlaydi. Dehqonlar etizga chiqishdan burun uylarda ko'k cho'churisi tugiladi yoki kuja ishi etiladi. Yigitlar so'rin tuzib, chelishga tushadi. Oqshimi cho'ng-kichik qeri yosh yig'ilib, No'ruz mashrab o'ynaydi. Mashrabda cho'nglar yoshlarga ish o'rgatib, aql ko'rsatadi. Qiz-yigitlar mushundaq mashrablarda tonishib, tepishib, to'y qilishadi. Bu to'g'raqliqlar ota bovisidan tortib davomlashtirib kelayotgan ish. Bo'libmi kompartiya kelib, yerlarni dehqonlarga bo'lib bergandan keyin dehqonlarning turmushi o'sisi o'xshagan yerning moysidek lippida ko'tarilib, hamma odamning ko'nglini xushallik qopladi. Dehqonlar No'ruzni ilgarikidan bakrak taqozolik bilan kutadigan, puxodan chiqquncha ko'ngil ochadigan bo'ldi. Dehqonning nazarida No'ruz keldi deganlik etizga chiqadigan, katman tutib ish boshlaydigan vaqtin keldi deganlik. No'ruzdan keyin qatilonchilik boshlanadi. Hamma odam o'zining ishi bilan oldirash bo'lib ketadi. Keyin ujmi pishidi. G'o'rilar olib bo'ladi. G'o'ra yog'iga yetishi bilanla Zaynabning og'ziga g'ujjida suv keldi. Onun suluq, chuchumal narsalarni yegisi keladi. Tezroq bedi chiqsa, yumran semizlarni tanlab, chanab-chanab cho'chir atsam, g'o'ra selib osh atsam deb o'ylaydi. O beshini ko'tarib, teraklik qo'ylining oldidagi osmonga bo'y suzib turgan terak shoxlariga qarab qo'ydi. Har qitim sezik bo'lganida qaynonasining sezikka qonmagan ayolning bolasi puchuq bo'lib qoladi deb atrofida poy-petek bo'lib ketadiganligini, qaynotasining pat-patla gamida saqlagan biror sapoq uzum, qo'g'on, biror yog'liq behi yoki adar deb akilib berdiganligini esiga elib xushab bo'ldi. Do'qmishdan qayrilishiga udulidagi yo'g'on 2 qanotli ishikning yanida yig'layotgan Rustamni ko'tarib turgan qaynonasini ko'rib, beshida to'xtamay batgan yog'liqini yuqoriga tortqanicha qiz vaqtlaridagidek yengil qadamlar bilan yugurdi. Mahalladagi bir qism erkaklar masjid oldidagi yumaloq bozorga kelib, masjid temaga yo'lab qo'yilgan posti oqlab etilgan terak yog'ichida qora qog'lardek qator o'ltirib, bayotin majlisda qilolmagan gaplarni qilishib, talash tartishga tushib ketdi. Bilag'in baylarga tuqqan keladigan Ibrohim og'ni ismli kak saqol odam atrofiga qarab qo'yib, quruq yo'taldida chiroyiga kulgi yugurtib gap boshladi. Menimcha, yangi hukumat bizni yomon yo'lga boshlamaydi. Konularda elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha deydigan gap bor. Bizningmi ko'pchilik nima ish qilsa, shuni qilib, el qatori o'tkinimiz tuzuk. Shunisi mundaq bir ish sal tushunolmay o'ltirman. Bizning kooperativga qo'shgan mablag'imiz ko'p. Emgaknimi obdan qilamiz, lekin bizning oramizdagi ba'zilar undaq emas. Qo'shgan nimasining tayin yo'q, ya'ni kelib emgak desa besh og'riydi. Paydını görsə, həmənin aldada çapıdı. Taşni tayak tangandek, undaqlarını bizgi tengib qoysa, ya özümüz tikma almay, ya ularını yüdüp bolalmay, avarçılık qalarımız bikin deymina. Moş taraflarını oylaganda, hey, qandaq bolarken bu işnin ahiri? Kim bilen kooperatif bolsanlar, ixtiyaranlar deydi o. Şundaq bolgandan Palançı bilen kooperatif bolmayman, pokonçı bilen bolaman deb chiqmamsizlar o'ttiraga, dedi Obul Qosim og'in do'konchi. O baslik, o'ngi qora odam edi. Qash ko'zlari kulibla turishi cho'ng bovisi Muhammad
çarbazarçıga o'xshaydi. Onun 7 qizi bor edi. Qizlarning hammasi onunga o'xshaydi. U xotinini o'g'il tug'olmaydigan xotin deydi. Bir mezgil xotin ballarını tashlab bozorga ko'chib berib elib, uylanib baxtdi. Keyin olgan xotinimi onunga kayni-kayindan 2 qiz tug'ib bergandan keyin uning bilan orini o'chiq qilib etib, to'g'raqliqqa yenib keldi. Shuningdan keyin uning xotini Hajarxon uni bizning avu o'g'il topolmaydigan odam deydigan bo'ldi. O yaqindan buyon shaxsiy do'konlarnimi kooperatsiyaga qo'shib ekan degan gaplarni anglab dakki-dukkiga tushib qolgan edi. Hay, ağzınlığı beqib sözlənla, dedi Hüseyin Axun isimli qızıl saqal molla. Әмма адам kambag'al bilan kooperativ bo'lmayman degili tursa, avu kambag'allar bilan o'rinlar ayrılib qolmamdi. Her qaysinglar bilmamsizlar, Kompartiya degan kambag'allarni yo'laydigan partiya. Kambag'aldan qechib, boypo'mishchilarning qatoriga o'tib qolmanglar yana. Olam bina bo'lgandan tortib, boylarning gapi gap bo'lib kelgan. Bu partiyaning haqiqatan boylar bilan xo'sh yo'q ekan. Kambag'alni yo'lagan-go to'la savab ish. Lekin men bu haqni sal gapib turmaydi ekan deb qoldim. Nemishqa deysanglar? Yer islohotida o'zi kelib, yerni dehqonga bo'lib berdi. Hammamiz xush bo'lib, do'ppimizni osmonga otdik. Toza ishlab, amgakimizning meg'izini chaqadigan chaqda yeringni kooperatsiyaga qo'shmasak bo'lmaydi deb tortib olmoqchi bo'lyapti. Shuni deyman-a? Hay, İbrahim Axun. Yeringlarni kooperatsiyaga qatnashtirsanglar, kooperatsiyadagi hamma yer siliningmi bo'ladi emasmi? Qo'ying undaq ahmas gapni. Kooperatsiyaning yeri qandaqmi mening bo'lsin? Menda muhr xati bormi ekan? Qarab turinglar, vaqti kelsa Taqarbayning, Eshakbayning yiqis yo'lamayman, o'lsi to'lamayman degandek ish bo'ladi bu. Uni demisimi rost. Yer o'zining bo'lsa, uning bir uchi yurakka, bir uchi bilakka tutishidi degan gap bor. Uning ko'yida ko'zingga uyqu kelmaydi. Kooperatsiyaning yerini hech kim mening deyolmaydi. Uningga hech kim o'zining yeriga jon ko'ydirgandek jon ko'ydirmaydi. Bu jahonning ishi shundoq. İbrahim Axun shuningdan keyin kimni ko'rsa, ana shundoq andishlik gaplarni qilib qaqshab yurdi. Uning ishning yo'lini biladigan pishqon dehqon ekanligini, uning yeri to'g'raqlikdagi eng unumli yerlardan ekanligini hamma odam biladi. Uning albatta undaq yerni qo'ldan bergisi kelmaydi. No'ruz oqshimi o'tkazilgan mashrabda u rayon boshlig'i Saud Ömerning kayniga kirib oldi. Rayon boshlig'i uningga faqat gap yegizalmay. "Etingiz nima sizning? Ajab gijim odam ekansiz", dedi. Atrofda tomosha ko'rib turgan yosh bolalar "İbrahim gijim" deb varqirashdi. Gulxan yo'riqida cho'ridishib o'tirgan muqam anglayotgan dehqonlar paraqlab kulib ketishdi. Ana shundan keyin İbrahim Axun İbrahim gijim deb ataldi. Aradan uzoq o'tmay İbrahim gijim bilan Sidiq Axun pomishchik boy dehqonlar bilan billa nahiyaning suv ombiri qurilishiga avatildi. Suv ombirida 6 oy ishlab olmishadigan navbat kelgandimi, Na'mat ularning o'rniga odam o'rinlashtirmadi. Ular buni o'zlariga berilgan jazo deb bilib, dardini ichidan chiqara olmay yurishdi. Zeynep Ramazan oyida qo'shkezak tug'di. Qo'shkezakning cho'ng o'g'il kichigi qiz edi. Kichkina yig'long'u qo'rchoqdek chiroyli qiz bo'voq kimni ko'rsa og'zini ichib kuladi. U kulganda texim chiroyli bo'lib ketadi. Uydagi cho'ng kichik hamma odam uning atrofida cho'rgilaydi. Uning qo'shkezak akisi ko'zlarini yo'g'on ichib, ko'zi bilan Zeynepga agishadi. Zeynep sal neri kessa qirqirib yig'laydi. Ammo Zeynep yig'layotgan o'g'li bilan kori bo'lmay,
qizini quchqiga olatdi. To'xtiqari qiziga texim amroq edi. Bechora bo'lib qolgan o'g'ilga Hilmaxunning ichi og'ridi. U uni beshikdan yeshib, qo'yniga selib elib, namida ko'tirib yuratdi. Qo'rsiqi ichib yig'lasa, qush bolasining og'ziga don solgandek non chaynab yegizatdi. Og'zi bilan suv ichiratdi. Bara-bara bovoq cho'ng dadisiga onasidan bakrak o'ginib ketdi. Shundoq bo'lganidan qo'lining ozroq bo'lsa-mu bo'shig'idan Zaynabmi xo'shal bo'ldi. Ro'za Ramzonda tug'ilganligi uchun o'g'ilning eti Ro'zaxon bo'ldi. Zaynab qiziga Zumratxon ismli hammasining ismini qo'ydi. Balalar kun sari yangi qiliq chiqarib cho'ng bo'lib atadi. Balalari iyg'i to'shishi bilanla Fatamxon uni har kuni emgakka chaqirib kiradigan bo'ldi. Zaynab qizni etizliqqa olg'ash chiqib, bo'shki bo'lib soyi yerga qo'yib qo'yatdi. Zumrat suzuk ko'zlarini yo'g'on ichib, osmondagi bulutlarga, daraxt shoxlariga, qushlarga qarab, o'zicha bir narsalarni deb go'ngraydi. Uning yig'ilgan ovozimi yaqinlik edi. O yig'ilgan hamon Zaynab uning atrofiga yugurib keladi. Qo'rsiq to'yib, mag'zi anardek qizargan Zumrat uzun kirpiklarini juplab uyquga ketganda, bo'shik ustiga yeshil giribtishin yog'liqni yepib qo'yib, yana ishiga ketadi. Kashda osh etib, qozon qumishni yig'ishtirib bo'lgandala, qari chirog'ning yo'riqida o'ltirib, yangi ish qilg'ash 6 oydan beri suv ombiri qurilishidan kelmay ishlayotgan dadisi bilan akalarini, cho'ng akasining bolalari bilan birga turayotgan onasini eslaydi. Vilaxunbayning cho'ng darvozali qo'rosi kooperativ ishxonasi qilingan edi. Uning ikki akasining xotin bolalari ilgariki otxonada turadi. Atxana o'ttirdan to'silgan bo'lib, tam to'g'risidagi yo'chiqlarga eski maz latalar tiqib qo'yilgan edi. Qaynona bilan kelinlar bir chaqlarda oftobda kuyib ketibmiz deb yuziga 3 qavat qetib chapmasa etizga chiqmaydigan holdar xonimlar ertadan kechgacha etizin kirmay ishlaydi. Ularning osh qo'rsoq bolalari "Onam qachon kelarkin?" deb ishga talmirib o'ltirishadi. Hammadan dadamga uval, deydi Zaynab ichida. Bechora dadamning puti og'riydi. Yo'tilimi kuchayib qolgan. U yerlarda qancha qiynalib ekan. Bir necha kunning oldida basharchilarga kiyim-kechak, oziq-tulik olg'ili kelgan Ibrohim Gijamning deb berishicha, basharchilar tüp-tüz ketgan kang soyda yotadi ekan. Yoz kuni oqshomdirmi, sovuq shamol paxtaliq chapan bilan bir qat yotqandan doqidan o'tgandek o'tib ketadi ekan. Shunga 9-oy kirmayla og'rib qoladiganlar ko'payibdi. U yerda ishlaydiganlarga qilinroq kigiz, juva, ko'rpa degandek narsalar bak zo'rurmish. Zaynab sanduqdan dadisining ko'ni paxtaliq chapanini tepib akelgan edi. Bu chapanni yamab dadisiga avatmoqchi edi. U dadamga yana nimalarni avatsam bo'lar, non yiqib avatsam topshirib olalarmi deganlarni o'ylab, yig'i tugab qolgan qora chiroq lap-lap qilib uchib qilishdan bishorat bergicha to'xtamay tartib o'ltirdi. Chiroq uchib qolgandala qorong'uda silashtirib, yip yangnalarini yig'ishtirib, chapanni qatlab elib qo'ydi. Qorong'ulikdan To'xtiqarining bo'sh xo'rak ovozi anglab turadi. To'nglikdan tushib turgan oy yo'riqi yo'tqidini tepib, ichib etib, put-qo'llarini har yon tashlab yotgan o'g'illarini g'uva yo'rtib turadi. O o'g'illarini to'nglab yotqizib, yotqanlarni yepib qo'ydi. O o'g'illarini o'nglab yotqizib, yotqanlarni yepib qo'ydi. Bir jup beshikning o'tirsig'i selingan o'rniga kelib o'ltirib, sut uyqusida yotgan buvoq bolalarining girdanandek kichik, yumaloq
yüzüge sınçılap qarab, məyin şamaldək yengil tiniqiga qolaq silib o'ltirg'ini da qalbini illiq bir sezim chulqib oldi. Nemişqadir ko'zlariga yosh oldi. O bu sezimning nimaligini bilmaydi. Lavlari bilinar, bilinmas pichirlaydi. Şükür Xudoyim. Bergen kunlaringga ming şükür. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini ati davomlashtiramiz. Aman bo'lin. Xo'sh.